Past qon bosimi xavflimi? Past qon bosimi gipertoniya bo'lib, ayrim holatlarda xavfli bo'lishi mumkin. Lekin bu uning qanchalik pastligi va qanday alomatlar bilan ketishiga bog'liq. Odatda qon bosimi 90 ga 60 dan past bo'lsa, past qon bosimi deb hisoblanadi. Quyidagi alomatlar bo'lsa, bu xavfli bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi, hushdan ketish, ko'z oldi qorong'ulashishi, kuchli holsizlik, sovuq va nam ter, nafas qisishi, yurak urishining tezlashishi, diqqatni jamlay olmaslik, juda past qon bosimi miya, yurak va boshqa a'zolarga qon yetib borishini kamaytirishi mumkin. Agar bu og'ir qon ketishi, infeksiya, suvsizlanish yoki yurak kasalligi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, shoshilinch tibbiy yordam kerak bo'ladi. Agar alomatlar bo'lmasa, ba'zi odamlarda past qon bosimi tabiiy holat bo'lib, davolanish talab qilmaydi. Nima qilish kerak? Yetarli miqdorda suv ichish, birdaniga o'rindan turmaslik, ovqatni oz-ozdan, tez-tez iste'mol qilish. Agar shifokor tavsiya qilgan bo'lsa, tuz iste'molini me'yordan oshirish mumkin. Hushdan ketish, ko'krak og'rig'i, nafas olish qiyinlashishi, qon bosimi juda past bo'lib, ahvol tez yomonlashsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak.